Assalomu alaykum, hurmatli Termiz radar test kuzatuvchilari, hammalar sog'lommisizlar? Ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videolar yuzasidan ma'lumot bermoqchi edim. O'sha video talqinida 80 km/soatiga 80 km dan tez yurgan haydovchilarga jarima 26.800.000 so'm hamda haydovchilik huquqidan mahrum qilish jazosi tayinlanganligi haqida ma'lumotlar berilyapti. Aslida bu unaqa emas. Liberal Demokratik partiyasi 80 km/soat tezlikda haydovchilik huquqidan mahrum qilish hamda boya aytganimdek moddiy javobgarlik, ya'ni falon summa haqida taklif berdi. Bu hali qonunga kirmadi yoki qaror bilan tasdiqlangani yo'q. Bu hali fraksiyada ovozda turibdi. Ba'zi bir blogerlar yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri talqin qilinyapti va o'rinli ravishda haydovchilarni yoki boshqa kishilarni noroziligiga sababchi bo'lyapti. Aslida ovozga qo'yildi, boya aytgandek, hali qonun yoki qaror bilan tasdiqlangani yo'q. Aslida unaqa emas. O'zbekiston Respublikasida chegaralangan tezlik me'yorlari belgilab qo'yilgan. Shahar va tuman markazlari 60. Undan tashqari aholi yashash punktlaridan tashqari yo'llarimiz 70, 80, 90, ba'zi bir joylarda 100, ba'zi bir joylarda 110. Bilishimcha shunaqaroq. Ana endi sizga tushuntiraman. 80lik joyda yoki bo'lmasa 60lik joyda siz 145, 150 da yurdingiz. 60lik joyda o'sha tezlik me'yorlarini o'lchaydigan radarlar sizda 60lik joyda 80dan ya'ni 80 qo'shildi, 140 dan baland yurdingiz, 145, 150. 70lik joyda ham yana plus 80 qo'shildi, 155, 160. 100lik joyda 180 100lik joyda 80 qo'shilgandan keyin 185, 190. Xullas 110lik joyda yana 80 qo'shildi, 195, 200. Lekin bunaqa yuradigan avtomashinalar bormikan bizda? Aslida bu hayot uchun juda xavfli tezliklarda. Xullas aytmoqchi bo'lganim mana shu narsa. Chegaralangan tezlikka 80 plus qo'shiladi. O'shanda bu agar qaror kuchga kirsagina bu narsa joriy qilinishi mumkin. Ba'zi bir kamchiliklar bilan tushuntirgan bo'lsam, avvalo uzr so'rayman. Hech haydovchilar bu narsalardan xavotirlanmanglar. Inshaalloh O'zbekiston hududida chegaralangan tezlik me'yorlari bor va yo'l qoidalariga amal qilasizlar degan taklif bilan har doim Termiz radar test jamoasi sizlarni xizmatingizda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.